Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Alloh bizni haq so'zni eshitib, unga chiroyli suratda amal qiluvchilardan qilsin. Agar ushbu ma'ruzalarimiz sizga manzur bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang va yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Zero haq so'zning tarqalishiga sabab bo'lish ham bir savobdir. Alloh qalblarimizni haq yo'lda sobit qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishlikdagi baraka, sunnatni ushlashlikdagi baraka. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Mustaliq g'azotidan Madinaga qaytib kelar ekanlar, qo'shini bilan Vodil Aqiqda to'xtadilar. Ya'ni shu yerda tunashadi, tong yotgandan keyin Madinaga kirishadi. Madinaga kirishlikdan avval to'xtaladigan oxirgi o'rin. Bu qo'shinda ichida Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu ham bor edi. U aytadiki, Abdulloh ibn Ravoha bilan birga edim. Qo'shin to'xtadi. Abdulloh ibn Ravoha so'rayapti, Rasululloh qayerda ekanlar? Unga qo'shinning avvalida ekan, yotib uxlayapti ekanlar deyishdi. Shunda ibn Ravoha aytdiki, "Ey Jabir, ozgina qoldi. Bu yerda uxlamasdan uyimizga bormaymizmi? Uyimizda tunamayamizmi?" Jabir roziyallohu anhu, "Ey Abdulloh," dedi, "hech kim uyga ketgani yo'q. Hamma shu yerda. Odamlarga xilof ish qilib nima qilamiz?" dedi. Abdulloh ibn Ravoha, "Ha, Rasululloh man qilmadilar-ku," dedi. Ya'ni bormanglar demadi-yu. Jabir roziyallohu anhu, "Men bormayman," dedi, qoldi. Ya'ni payg'ambarimiz shu yerda tunayaptilarmi? Men ham shu yerda tunayman. Jabir roziyallohu anhu aytadi, "Men bilan xayrlashib ibn Ravoha Madinaga qarab ketdi. Qarasam, hech kim yo'q yoni, bitta o'zi ketdi. Mana endi Abdulloh ibn Ravoha tunda Madinaga kirib uyga bordi. Eshigini ochib qarasa, uyning o'rtasida bir chiroq yonib turibdi. Ayoli yotibdi. Yonida yana bitta odam yotibdi, uzun bo'yli. Erkak kishi bo'lsa kerak deb o'yladi-da, kelganidan norozi bo'lib, qo'shin bilan qolmaganiga pushaymon yeb, qilichini sug'urdi-da, ichkariga kirib ikkalasini ham chof tashlamoqchi bo'ldi. Lekin biroz o'zini bosib olib turib, sekin kirdi-da, ayolini oyog'i bilan turtdi. Ayoli uyg'onuvdi, "Men Abdullohman," dedi. "Kim bu?" dedi. Ayol aytdiki, "Bu falonchi," dedi, ayolni aytib. "Falonchi ayol qo'shin kelayotganligini eshitib, sochimni tarab qo'ysin deb chaqiruvdim. Biz uyimizda tunab qoldi," dedi. Abdulloh ibn Ravoha uyda tunadi, tong otdi. Mana endi qo'shin Madinaga kirib keladi. Abdulloh ibn Ravoha Rasulullohni kutib olish uchun tashqariga chiqqanida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq va Bashir ibn Sa'dlarning o'rtasida kelayotgandilar. Payg'ambarimiz yonidagi Bashir roziyallohu anhuga qarab, "Ey Abu Nu'mon, labbay Rasululloh," dedi. Rasul aytdilar, "Albatta Abdullohning yuzi sizga o'zining ahlining yoniga ketgani va u yerda topgan holatidan norozi bo'lganini xabar qilyapti," dedi. Ya'ni yuzidan kechqurun kelganligidan norozi bo'layotgani ko'rinib turgan edi. Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimiz oldiga kelib turganida Rasululloh, "Nima bo'ldi? Nima gap ey ibn Ravoha?" dedilar. Abdulloh ibn Ravoha kechqurun bo'lgan ishni aytib berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "La tatruqun nisaa laylan." Ya'ni safarda bo'ladigan bo'lsanglar, ayollaringizning oldiga tunda kirmanglar dedilar. Rasululloh tunab qoldilar tashqarida. Kim qolgan bo'lsa, yutdi. Abdulloh ibn Ravoha payg'ambarimizning sunnatiga xilof qilib, Rasulullohdan ruxsat so'ramasdan ketib qoluvdi, uyiga borib, sal qolsa birovni bekardan qatl qilib qo'ygan bo'lar edi. Birodarlar, bunga o'xshagan misol musulmonlarning qo'shini Haybardan qaytayotganda ham sodir bo'lgan edi. Qo'shin tunda Jurfga yaqin kelganida Madina yaqin joyga. Payg'ambarimizning elchisi nido qildi qo'shinning ichida. "La tatruqun nisaa laylan." Ayollaringizning yoniga tunda kirmanglar. Jabir roziyallohu anhu aytadi, ikkita odam ana shu g'azotdan kelayotganda, Haybardan kelayotgan g'azotda Rasulullohga itoat qilmasdan Madinaga ketib qolishdi. Ikkalasi ham uyga borib, holatdan, ya'ni o'zini qilgan ishdan norozi bo'ldi deydi. Ya'ni shunday bir holatga guvoh bo'ldiki, bekar qilibman, payg'ambarimiz bilan qolsam bo'ladi ekan deydi.
Alloh azza va jalla Qur'onda siz bilan bizga aytadi: "Astagfirullah va in tuti'u tahtadu." Agar sizlar Muhammad alayhisalomga ergashsanglar, bo'yinsanglar, hidoyat topasizlar. Alloh tomonidan bo'lgan bir hidoyatga ega bo'lishni xolasak, Alloh tomonidan beriladigan tavfiqni qo'lga kiritishni xolasak, birodarlar, Muhammad alayhisalomga ergashishligimiz lozim va lobud bo'ladi. Hamma yaxshilik Rasulullohning yo'lini ushlashlikda, u zotning ta'limotiga amal qilishda. Hamma yomonlik, shumlik va baxtsizlik u zotning ta'limotiga teskari ish tutishda. Tushunarlimi? Sunnatni qanchalar ushlasangiz, ustingizga shuncha xayriyat va baraka keladi. Sunnatdan har qancha uzoq bo'lsangiz, shunga yarasha baraka ustingizdan ketadi. Baraka Rasulullohning sunnatiga ergashishlikda. Burungi darsimizning mavzusi baraka, yoshi kattalaringiz bilandir dedilar Rasululloh. Mana endi bu darsimizning mavzusi sunnatga ergashishlikda bo'ladi hamma baraka, xayriyat. Bunga ko'p misollar keltirish mumkin. Mana masalan, Uhud kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchiga buyurdilar: "Mana shu balandlikda turasizlar, qo'shinni himoya qilib turasizlar, dushmanga o'q otib turasizlar. Mendan ochiq, ravshan buyruq kelmagunicha jilmaysizlar. Yengsak ham, yengilsak ham, mag'lub bo'lsak ham, o'lja yiqsak ham, g'olib bo'lsak ham qimirlamaysizlar. Hech qanaqa ishtiboh tushunarsiz narsa yo'q. Kundek, oydek ravshan buyruq. Rasulullohdan tushinglar degan buyruq kelmaguncha qimirlamay turasizlar." Nima bo'ldi? Ana shu 50 ta kamonchi Rasulullohning buyrug'ini amal qilib turdi. Jang bir pasda musulmonlar foydasiga hal bo'ldi. Musulmonlar g'olib bo'lishdi. Endi qachoniki mushriklar qochib g'animalarni yig'ishni boshlaganida 50 ta kamonchi g'animalardan quruq qolmaylik, jang tugadi deb tushib ketdi. Ana shu qilgan ishini oqibatida musulmonlar mag'lub bo'lishdi. Hamma yaxshilik, xayriyat, barakot Rasulullohning sunnatiga ergashishlikda. Qanday baxtsizlik, shumlik, yomonlik, barakotsizlik bo'lsa, bu sunnatga teskari ish qilishlikda bo'ladi. Ma'qulmi? Kecha payt uyga kirib, yoki kunduzi kirib, "Assalomu alaykum va rahmatulloh" dedingizmi, demadingizmi? "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh" deb kirsangiz, uyingizga baraka keladi. Sizdan bir tiyin ham ketmaydi. Oyoq kiyimizni kiyayotganda o'ng oyoq bilan kiydingizmi, bismillah dedingizmi? Bilasizmi, haliga kichkina bolangizga ovqatni yeyishdan avval bismillah deb aytishlikni o'rgatib qo'ysangiz, u ozgina narsani biladi-da, u bolacha 5 ga kirgan, 6 ga kirgan, u amal qiladi. Siz esingizdan chiqib qolsa, "Dada bismillah demaysizmi?" deydi. Shuning uchun birodarlar, mashina minish bo'lsin, mashinaga o'tirish bo'lsin, zavat qilish bo'lsin, ovqat qilish bo'lsin, qo'yingki, hayotda qilayotgan muboh ishlarimizni hammasini avvalida bismillah deyish esdan chiqmasligi kerak. Oilamizda saodatli bo'lishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Tijoratimizda rivojni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Soppa-sog' yurishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Farzandlarimiz solih bo'lib, ko'zimizni quvonchi bo'lishini xohlaymizmi? Xohlaymiz. Xullas, ikki dunyoda saodat topishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Buni yo'li bor. Bu yo'l Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning, Allohning eng suyib tanlab olgan bandasining, habibining, halilining sunnatini mahkam ushlashlik. O'ngga ham og'maymiz, so'lga ham og'maymiz. Mana shunda saodat va barakot bo'ladi. Rizq qidirmang, siz barakot qidiring. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam anbiyolarning eng afzali. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomning zikrini oliy qildi, ko'ksini yorug' qildi. U zotning buyrug'iga, sunnatiga, amriga xilof bo'lganlar ustiga xorlik bilan pastlikni yozib qo'ydi. Va payg'ambarimizga Alloh subhanahu va taolo maqomul mahmudni va'da qildi. Astagfirullah va asa an yab'athaka robbuka maqoman mahmuda. Isro surasi. Shoyatki Parvardigoringiz sizni qiyomat kunida maqtovli maqomda tiriltirur. Bu qanaqa maqom?
bu shunaqa bir maqtovli maqomki, faqat Muhammad alayhissalom turadi o'rinda. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishlik bu iymonning belgisi. Payg'ambarimizni yaxshi ko'raman deb hammamiz aytaveramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat, hurmat u zotning sunnatiga amal qilishlik bilan bo'ladi. Payg'ambarni hurmat qilishlik va u zotni yaxshi ko'rishlik u zotning sunnatiga ergashishlik bo'ladi, birodarlar. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishligimizga buyurgan. Astagfirullah. Fama atakumur rasulu fahuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Muhammad alayhissalom sizlarga nimani bersa, nimani olib kelsa, uni olinglar. Va nimadan qaytarsa qaytinglar. Chunki va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nima uchun? Va u zot o'z havoyi xohishi bilan so'zlamaydi. U zot faqat vahiy qilinayotgan vahiyni gapiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari ham birodarlar vahiy. Demak, Muhammad alayhissalomning sunnatiga amal qilishlik, hadislarga amal qilishlik bu baraka ekan. Lekin bir narsani aytib qo'yishimiz kerak shu yerda. Ana shu hadislarga amal qilishlikda har kim o'zi bilgan yo'lni qilmasligi kerak. Qaytaramiz. Hadislarga amal qilishda har kim o'zi bilganini qilib ketavermasligi kerak. Bir hadisni eshitdi yoki o'qidi, tamom. O'zi tushungan, o'zi fahmlagandek amal qilib ketaveradi. Bu hadislarga to'g'ri amal qilishligini yo'li mazhab ushlashlik. Birodar, sen hadisni yaxshi ko'rishliging zo'r narsa. Unga amal qilishga ishtiyoqing borligi juda ham zo'r narsa. Faqat u hadislarga to'g'ri amal qilishlik yo'li mazhab orqali bo'lsa bo'ladi. Hadisni o'qidingiz, ma'nosini tushundingiz, mana qilish kerak ekan demang. Ulamolarga murojaat qiling, mazhab kitoblarga murojaat qiling, keyin amalingiz to'g'ri bo'ladi. Sunnatga ergashishlikda hamma xayriyat. Ikki dunyoda saodat topishni xohlaydigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga mazhabimizda ko'rsatgandek, 1000 yildan beri ulamolarimiz ko'rsatib qo'ygandek amal qilsak, inshaalloh xayriyat va barakaga ega bo'ladi. Baraka nima? Hozirgi kunga kelib odamlarni juda ko'pi shikoyat qiladi. Vaqtini ozligidan, topgan tutgani yetmayotganidan, turmushiga, hech narsaga ulgurmayotganidan. Bormi? Eshitib qolamiz-a? Ota-onani ziyorat qilishga vaqti yo'q, ish ko'p. Sila rahimga vaqti yo'q, ish ko'p. Sog'ligini tartibga keltirishlikka vaqti yo'q, ish ko'p. Sport bilan shug'ullangani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. Xullas, tanish manzarami? Biz o'zimiz ham shuda, to'g'rimi? Juma bo'ptimi deymiz. Juma ekanmi bugun deymiz. Yaxshi ham juma bor. Yaxshi ham juma borki, bir hafta o'tganligini sezamiz. Ba'zida bilasizlarmi? Bahor kelibdimi deysiz, bodomni gullaganini ko'rib. Qish kelibdimi deysiz, qor yoqqanini ko'rib. Kunlar shunaqa tez o'tib ketyapti, bebaraka o'tib ketyapti, hech narsaga ulgurmayapmiz. Ulgurmaydi. Hech narsaga. Vaholanki, deyarli hammamizning tayimizda mashina bor. Hammamizning qo'limizda telefon bor. Vaholanki, avvalgilarni hammasini mashinasi bo'lmagan. Qo'lida umuman telefoni bo'lmagan. Piyoda yurgan deyarli. Lekin hamma narsaga ulgurgan. To'g'ri aytyapmanmi? To'y qilasiz, palonchi qolib ketibdi, ulgurmabman. Telefoni bor, mashinasi bor, ulgurmayapti aytgani. Otalarimiz, bobolarimiz piyoda yurib hamma qarindoshini aytishga ulgurgan. Avvalgi davrda otalarimiz nima qilgan? 6 ta 8 ta bolani bitta o'zi boqqan ishlar. O'sha 6 ta 8 ta bolasini uylagan, joylagan, ba'zilarini o'qitgan ham institutlarda. Ba'zilarini institutda o'qitgan ham. Bitta ota ishlagan. Hozirchi bitta oilada 4 ta 5 ta odam ishlaydi, yetishmovchilik shuncha.
Nima uchun biz shuncha imkoniyatimiz qo'limizda bor bo'lib turib, hech narsaga uymayapmiz? Bu birodarlar o'ylanadigan jiddiy va muhim savol. Javobi bizni juda ko'pchiligimizning hayotimizda baraka yo'q. Vaholanki har kuni barakani so'rab duo qilamiz. Ota-onamiz baraka tilab duo qiladi. O'zimiz baraka so'rab duo qilamiz. Bormi? Ha, bu baraka so'rashimiz yaxshi narsa. Har bitta musulmon ilmiga, puliga, vaqtiga, oilasiga baraka so'rashligi kerak. Bu mahbub narsa. Ammo shu so'rayotgan narsamiz baraka o'zi nima ekanligini, barakani nima ekanligini bilamizmi? Baraka nima? Javob bering o'zingizga. Bilasizmi? Baraka hammaga kerak. Hammaga kerak. Hatto payg'ambarlar ham, anbiyolar ham Allohdan baraka so'rashgan. Muhammad alayhisalom ham baraka so'raganlar. Mana Ayyub alayhisalomning qissasiga murojaat qiling. 18 yil dard chekdi. Farzandlardan ajralgan edi undan avval. Moli dunyosidan ajralgan edi, sog'ligidan ajralgan edi. 18 yildan keyin Alloh taolo boyligini ham qaytarib berdi, sog'ligini ham qaytarib berdi, farzandlarini ham qaytarib berdi. Boyligini qaytarib berganida ustiga oltindan bo'lgan chigirtkalar uchib qo'ndi. Yog'ilib ketdi. Chigirtkalar qanaqa yog'iladi ko'rasizlar. Oltindan bo'lgan. Shunda Ayyub alayhisalom etagini ochib olib, chekalarga tushib qolgan chigirtkalarni bitta-bitta terib qoldi. Shunda Alloh taolo: "Ey Ayyub, axir men seni bu narsadan behojat qilib qo'ymadimmi? Ya'ni shuncha bersam terasan meni qolgan qutganini ham" deganida, "Ha, izzatingga qasam, Robbim, ha, behojat qilib qo'yding, ammo barakangdan behojat emasman-da" dedi. O'sha chigirtkalarning qaysinisida baraka borligini Alloh biladi. Shuning uchun yig'yapti hammasini. Demak, baraka hammaga kerak. Boyga ham, kambag'alga ham, erkakka ham, ayolga ham, olimga ham, omiga ham. Baraka hammaga kerak. Baraka nima? Baraka o'sish va ziyoda bo'lish. Baraka yaxshilikning ko'pligi va uning davomiy bo'lishi. Kichkina narsaga baraka tushsa, uni katta qilib qo'yadi. Oz narsaga baraka tushsa, uni ko'paytirib qo'yadi. Ko'p narsaning ustiga baraka tushsa, baraka uni foydali qiladi, davomiy qiladi. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Mana birodarlar, barakaning nima ekanligiga salaf solihinlarning hayotidan misollar keltiramiz, osonroq tushunishimiz uchun. Ovqatdagi baraka. Xandaq kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir ibn Abdullohning uyiga bordilar. Jabir ibn Abdulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning och qolganligini, bir necha kun ovqatsiz yurganligini ko'rib, uyida 3-4 kishiga yetadigan ovqatni ayoliga tayyorlab turib, pishirib turdi, buyurib qo'yib, Rasulullohning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, bir 3 ta 4 ta o'zingiz xohlagan odamlar bilan birga bizning uyimizga boring ovqatga" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey qavm, Jabir bizni valimaga chaqiryapti, ketdik" dedilar. 300 ta odam keldi. Jabir roziyallohu anhu uyiga kelib: "Ey xotin, sho'rimizga sho'ra to'kildi. Rasululloh 300 ta odam yetalab kelyaptilar" dedi. Ayoli qarab turib, "Holatni bayon qildingizmi? Ozgina odamga yetadigan ovqatligini aytdingizmi?" "Ha, aytdim" deganida ayoli: "Unday bo'lsa xotirjam bo'ling" dedi. Rasululloh aytdilarmi? Demak, bir hikmati bor. 5 yoki 6 kishiga yetadigan ovqatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 300 kishiga, ba'zi rivoyatlarda 1000 kishiga yetkazib berdilar. Tushunyapsizmi? 6 kishining ovqati 300 ta odamga yetyapti. Bu baraka deb tushuntiriladi. Moldagi baraka. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadiya qildi. Pulga olib ichishar edi bu suvni avval. Bir yahudiyning qudug'i edi.
Jayshul Usrani jihozladi. Usmon ibn Affonni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosini olishlikka Alloh muvaffaq qildi, moli barakali bo'ldi. Moldagi baraka. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Jayshul Usrani jihozlashlikka molini yarmini olib keldi, katta pul edi. Uyingizga bir narsa qoldirdingizmi Abdurrahmon deganida, "Yo Rasululloh, yarmi qoldi uyga" dedi. Rasululloh aytdilar, "Olib kelganingizga ham baraka bersin Alloh, qoldirib qo'yganingizga ham baraka bersin uyingizga." Nima bo'ldi? Shu duodan keyin dedi Abdurrahmon ibn Avf, "Kesakni jildirsam kumush topdim tagidan, toshni jildirsam tilla" dedi. Ya'ni bu majoz. Nimaga, qaysi tijoratga qo'l urmasin, ishi rivojlanaverdi, oqib kelaverdi dunyo. Nima bor edi molida? Baraka bor edi. Tushunyapsizmi? Biz olib qolganimizni foyda deymiz. Berganimizni zarar deymiz. Olib qolganimizni o'zimizniki deymiz. Berganimiz ketdi deymiz. Abdurrahmon ibn Avfni 700 ta tuyali karvoni Madinaga keldi. Sirat darslaridan eshitgansizlar. Sahobalarning hayotlari darslarida. Madina shovqin-suron bo'lib ketdi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin. Oysha onamizga buni xabari keldi. Oysha onamiz shovqinni eshitib, "Nima bu shovqin?" deb so'raganida aytishdiki, Abdurrahmon ibn Avfni Shomdan kelgan karvoni shaharni to'ldirib tashladi. Rasulullohni Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlarni eshitganman dedi Oysha onamiz. Bu xabarni tezda yetkazishdi Abdurrahmon ibn Avfga. "Siz haqingizda Rasululloh mana qada degan ekanlar." U sahoba yurib yetib keldi Oysha onamiz oldiga. "Ya ummul mu'minin, Rasululloh shunaqa deganmidilar?" "Ha, Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlar." Emaklab qolishimiz sababi shu boyligim bo'lsa kerak. Guvoh bo'ling, mana shu 700 ta tuya ustidagi yuklari bilan, tuyalari bilan Madina fuqarolariga mendan ihson dedi. Hammasini berib yubordi. Kambag'al bo'lib qoldimi? Umrdagi baraka. Madinaning ansorlarning sayyidlaridan Sa'd ibn Muoz. Bu kishi 31 yoshga kirganida islomga kirdi. Vafot etganida 37 yoki 38 ga kirgan edi. Musulmon bo'lib 6 yoki 7 yilgina umr ko'rdi. Ammo shunday maqom, shunday bir martabaga erishdiki, u kishi vafot etganida Allohning arshi titradi. Islomda 6 yil, 7 yil yashadi. U kishi vafot etganda arsh u zotni kelishligiga xursand bo'lib titradi. Albatta bu muborak hayot edi. Mana tug'ilganimizdan beri musulmonmiz, siz bilan biz. Hammamiz. Kim 50 yil yashadi, kim 60 yil yashadi. Nima qoldirding o'zingdan keyin ummatga? Musulmonlarga, xalqingga nima foydang tegdi? Nima qoldirding desa, o'ylanamiz. Qilganimiz bitta tomu, qilganimiz 4 ta to'y. Shunday emasmi? Puldorlar bor oramizda o'tirgan. O'ylanish kerak. Mana umrdagi barakaga misol. 6 yoki 7 yil yashadi musulmon bo'lib, Allohning arshi titradi vafot etganida. Umrdagi baraka. Abu Bakr Siddiq barakotli, muborak inson edi. Hali bomdod vaqti bo'lmasdan turib, bemor ko'rgani ham ulgudi, janozaga ergashishga ham ulgudi, sadaqa qilishga ham ulgudi. Payg'ambarimiz ana shu so'ragan savoliga, kim bemor ko'rdi oranglarda, kim janozaga erishdi, kim sadaqa qildi deb so'raganida Abu Bakr Siddiq men deb javob bergan edi. Va maqtagan edilar payg'ambarimiz bu sahobasini. Bu ulug' sahoba Abu Bakr Siddiq 2 yildan ko'proq xalifa bo'ldi, musulmonlarga boshliq bo'ldi. Lekin shu 2 yil ichida shuncha ko'p futuhotlar, yaxshiliklarni qo'lga kiritdiki, aqllar lol qoladi. Albatta bu holat Abu Bakr Siddiqqa Alloh tomonidan berilgan baraka edi. Umrdagi baraka. Xulofoi Roshidlarning 5-chisi deb sanaladi. Umar ibn Abdul Aziz, Ummaviylarning xalifalaridan. Bu inson musulmonlarga xalifa bo'lib, boshliq bo'lib saylandi.
Bu inson ham 2 yildan ortiqroq umr ko'rdi, xalifa bo'lganidan keyin. Lekin 2 yillik xalifalik davrida yurgizgan siyosati, olib borgan ishlarini samarasini ko'ringki, davlatda kambag'al odam deyarli qolmadi. 2 yilda bor yo'g'i. Boylar zakotini do'ppisiga solib tillasini, zakotini. Kambag'alni istashligiga to'g'ri kelar edi. Kambag'al qolmadi. Nima uchun? Baraka bor edi bu odamni davrida va hayotida. Demak, uning davri muborak davr bo'ldi. Rizqdagi barakaga misol. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, Toshshamda biroz arpa bor edi. O'shandan olib, tuyib, tegirmonda aylantirib, un qilib, non qilib yer edi. Toshshamda biroz arpa bor edi. Ancha vaqtgacha yeb turdim. Keyin qancha qoldi ekan deb olib tortib ko'rdim. Tortganimdan keyin bir qissa tugab qoldi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borligida qo'yilgan nima edi? Arpa edi-da. Vaqtdagi baraka. Salaflardan biri aytadi. Qur'on tilovat qilardim. Har kunlik Qur'on tilovatimni porasi, hizbi ko'paygan sari vaqtimni ziyodalashayotganligini ko'rdim deydi. Ya'ni bugun bir pora o'qisa, bir poraga yarasha baraka kelgan vaqtiga, shunday qilib deydi, bir kunda 10 pora o'qishgacha yetdim deydi. Endi bir kunda 10 pora o'qidimi, 10 poraga yarasha vaqtiga baraka beriladi. Birodarlar, umrdagi barakani Imom Buxoriyning hayotida ko'rmaysizlarmi? 63 yilgina umr ko'rgan. Lekin qoldirib ketgan ilmiy merosini yashab o'tgan davriga bo'lib chiqsangiz, to'g'ri kelmas ekan 63 yilda inson ulgurmas ekan buncha narsaga. Kami 100 yil yoki 150 yil yashash kerak. Bu odam qachon uxlagan, qachon yegan, qachon safar qilgan degan savol tug'iladi. Imom Shofiy 52 yilgina umr ko'rgan. Lekin 52 yilda qoldirgan ilmini, boyligini, merosini 52 yilga bo'lsangiz to'g'ri kelmas ekan. 200 yil yashash kerak buncha narsaga ulgurish uchun. Imom Navaviy 45 yilgina umr ko'rgan. 45 yilda qoldirgan merosini, ilmiy boyligini biz 100 yilda ham o'qib tugata olmayapmiz. Demak, Alloh bu insonlarni umriga, vaqtiga shunday baraka ato qildi. Bu ulug'larimizni hayotiga nazar soladigan bo'lsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? Ularni molida baraka bo'lgan. Ularni vaqtida baraka bo'lgan. Ularni rizqida baraka bo'lgan. Amallarida baraka bo'lgan. Ular muborak insonlar edi, barakali insonlar edi. Tabiiy savol tug'iladi. Ular bu barakaga qanday qilib erishishdi? Nima sababli ularga shunday baraka berildi? Nima qilsak bizda ham shunga o'xshagan baraka bo'ladi? Vaqtimizda, pulimizda, umrimizda, sog'ligimizda, oilamizda. Iymon bilan, taqvo bilan. Ularning iymoni va taqvosiga yarasha Alloh tomonidan baraka berildi. Iymoning va taqvoingga yarasha Allohdan baraka keladi senga. Senga Alloh tomonidan baraka keladi, iymoning va taqvoingga yarasha. Ularning hayoti Alloh taoloning quyidagi oyatini haq ekanligiga dalil bo'ladi. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar deydi Alloh taolo, mana barakani sharti. Mana barakani formulasi. Agar deydi Alloh, qishloq ahllari, shahar ahllari, xullas odamlar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'ygan bo'lar edik. Ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'yar edik. Shart iymon va taqvo. Siz bilan menda qaysidir darajada baraka bor. Ammo u barakani qancha ekanligi iymoningizga bog'liq, taqvoingizga bog'liq.
kimi bolasiligingiz, qaysi millatdanligingiz, qaysi makonda va qaysi zamonda yashashligingizga bog'liq emas baraka. Baraka faqatgina iymon va taqvoga bog'liq. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedik. Hammamiz mo'min bo'ldik, alhamdulillah. Bittasi bor shartni. Endi bundan keyin taqvoyimiz qolyapti. Kimi taqvosi baland bo'lsa, baraka shunga yarasha kelaveradi. Barakaning ta'rifi. Al-barakatu hiya subutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsani ustida ilohiy xayriyat barqaror bo'lishi baraka. Sodda qilib tushuntirganmiz. Nima deymiz? Mana piyola. 50 ta 100 ta kelgan suvga 5 yil burun 4 ta qopti. Qolgani yo'q. Sinib ketdi, qo'shni olib chiqib ketib bermay qo'ydi, bir joyga borib qo'yib keldingiz. Demak, shu 4 tasi 5 yildan beri, 10 yildan beri turibdimi? Demak, baraka bor shunda. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni davomiy turishi baraka deyiladi. Bir odam kafe quradi, oshxona quradi. Hashamatli qilib, zo'r qilib pardozlaydi. Hamma bir shart-sharoitlarni muhayyo qiladi, ochadi kafeni. Bir odam keladi. Bir odam ko'payadi, keyin 1 yildan keyin qarasang, odam qaytib ketgan. Baraka yo'q. Yana bitta odam yo'lda bo'yida otasidan qolgan eski uyini eplab, ertalabdan nonushta qiladigan joy qilib qo'ygan. Unaqa ko'p pul sarflamagan. O'sha xonalarni eplab, odam ko'payishiga qarab, keyingi xonani qo'shib turib, eski uylarni eplab qo'ygan, klient o'shuncha. Siz aytasiz, yo'q. Uchi haligi kafe ochganlar boshida go'shtni yaxshi soladi, ovqatni zo'r qiladi, o'shuncha odam zo'r ko'p keladi. Keyin masaladan tortishni boshlab, ovqati aynigani uchun kelmay qo'yadi. Yo'q, birodarlar. Xuddi o'sha masalada boyagidek qilsa ham odam qaytib ketadi. Agar baraka bo'lmasa o'sha kafeda, oshxonada. Demak, al-barakatu hiya subutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning, ilohiy yaxshilikning barqaror turishi. Olimlardan biri aytadi, baraka kam narsada bo'lsa uni ko'paytirib qo'yadi. Agar ko'p narsada bo'lsa foyda keltiradi. Baraka demak, birodarlar, yaxshilikni ziyoda bo'lishi, unib o'sishi va barqaror bo'lib davomiy bo'lishi. Baraka vaqtga tushsa, uni kengaytiradi. Inson ana shu barakali vaqtida juda ko'p ishlarga ulguydi. Baraka agar jasadga tushsa, uni quvvatli qilib qo'yadi. Ko'p narsalarga imkoniyati paydo bo'ladi. Baraka farzandlarga tushsa, ular salohiyatli bo'ladi, axloqli bo'ladi, ota-onasiga mehribon bo'ladi. Baraka pulga tushsa, u pulni ko'p narsalarga yetadigan, kifoya qiladigan qilib qo'yadi. Pulni ko'p qilib qo'yadi emas. O'sha ozgina pul barakali bo'lsa, ko'p pul bilan odamlar qilolmayotgan ishga yetadigan bo'lib qoladi. Agar baraka bir odamga tushadigan bo'lsa, Alloh uni barakotli qiladi hamma narsasini. Agar baraka bir kishining ilmiga tushsa, bu ilm uni amalga va qo'rquvga boshlaydi. U barakali ilmdan juda ko'p odamlar foyda oladi. Agar bir banda o'zini hayotida baraka topadigan bo'lsa, vaqt kengayadi, imkoniyatlari ziyodalashadi, hayotda erishadigan muvaffaqiyatlar, natijalari ko'payadi, karomatlar sodir bo'ladi. Baraka topmagan odam ham 80 yil, 90 yil umr ko'rishi mumkin. Ammo u mana shu 80-90 yillik umrida o'zidan keyin biron narsani asarni qoldira olmaydi. O'zi bilan biron narsani olib keta olmaydi. Barakasiz odamlar haqida fikr qilib ko'ringlar, birodarlar. Ehtimol qo'lida millionlari bordir. Lekin ana shu millionlari uni saodatli qilmaydi. Aksincha, bebaraka bo'lgan bu millionlar kunduzi uni mehnat mashaqqatga soladi, qayg'u bilan azoblaydi, kechqurun esa o'sha pulni o'ylab, siqilib uxlay olmaydi.
O'sha odamlar bor ekan aytishdi. Uxlamas ekan kechqurun. O'zi soppa-sop. Nimaga uxlamaydi? Bo'yiga pul uxlatmas ekan. Demak, bu millionlar uni kunduzi mehnat mashaqqat bilan, qayg'u bilan azobga soladi. Tunlar esa hisob-kitob bilan, qo'rquv bilan uyqusini qochiradi. Yana hayotida baraka topmagan bir odam bor, 10 ta bolasi bor. Hayotida ham baraka yo'q, bolalarida ham baraka yo'q. Bu qanaqa bo'ladi? Xayriyat bo'lmaydi. 10 ta bola boqadi, lekin ulardan hech qaysidan bir vafoni ko'rmaydi. Shirin so'zni, mehribonligini eshitmaydi. Pulni ko'pligi, birodarlar, albatta baraka degani emas. Mansabdor bo'lishlik degani albatta baraka degani emas. Farzandlarning ko'pligi albatta baraka degani emas. Oliy ma'lumot, diplom aniq baraka degani emas. Baraka, birodarlar, qalbdagi bir ajib shuur. Inson uni his qiladi. U his uni nafsini poklanishiga, qalbini osoyishta bo'lishiga, hayotini osudaligiga, ko'zlarini quvonchiga, boriga qanoat qilishga hamda Allohning taqdiriga rozi bo'lishga olib boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti barakot, vaqti barakot, so'zlari barakot, borlig'i barakot. Ko'rmaysizmi? Bor yo'g'i 23 yil payg'ambarlik davrida yer yuzidan birodarlar shirkni, jaholatni ketkizib, tavhid, axloq va ma'rifatni yoyishga o'rgatdilar. Qolgan insonlarga ustozlik qiladigan darajadagi ummatni tarbiya qildilar. 23 yilda ya. Bular vaqt, umr, tana, da'vat ishlariga berilgan barakaning ko'rinishi. Yana Rasulullohdan eshitgan sahoba Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin Huzayfa roziyallohu anhudan so'radi. Huzayfa roziyallohu anhuga Rasululloh Madinadagi munofiqlarni nomma-nom aytib tanishtirgandilar. Shularni qarab yur deb buyurgandilar. Mana endi Umar ibn Hattob kelib so'rayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni munofiqlar qatorida sanaganlarmi? Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh omonat deb aytgan. Huzayfa roziyallohu anhu omonatdor inson bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh bu sahobasiga aytgan. Munofiqlarning kimligini Abu Bakr Siddiqqa, Umar ibn Hattobga, Ali ibn Abi Talibga emas, mana shu sahobasiga aytganlar. Chunki omonatdor odam bo'lgan. Huzayfa roziyallohu anhu yo'q dedi. Endi ular haqida, munofiqlar haqida Rasululloh aytgan so'zni sizdan boshqasiga aytmayman dedi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'radi, javob berdi va o'zi aytayapti. Allohning nomini o'rtaga qo'yib aytaman, bundan keyin hech kimga aytmayman munofiqlar haqida. Umar Odil, Umar al-Faruq radhiyallohu anhu munofiqlikdan qo'rqib savol so'ragani siz bilan bizga bu kasallik, bu mavzu qanchalar muhim ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Hech kim o'zini qalbida nifoq bor deb bilmaydi. Hammamiz o'zimizni bu nifoqdan omonmiz. Bizi qalbimizda unaqa munofiqlik degan narsa yo'q deb aniq ishonamiz. Lekin Hasan Basriyning so'ziga quloq solaylik-da. Ma amina nifaqa illa munafiqun. Nifoqdan faqatgina munofiq inson xotirjam bo'ladi. Va ma khafa nifaqa illa mu'min. Munofiqlikdan, munofiq bo'lib qolishlikdan faqatgina mo'min odam qo'rqib turadi. Faqat mo'min xavotir olib turadi. Tushunarlimi? Menda munofiqlik yo'q deyapsizmi? O'sha nifoq shu. Munofiqlikdan qo'rqmayapsizmi? Mana shuni o'zi nifoq borligiga belgi emasmi? Hasan Basri aytayaptiki, faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Men munofiq emasman deb o'ylayman. Endi munofiqlikdan qo'rqadigan odam haqiqiy mo'min odam bo'ladi. Menda yo'qmikan shu kasal? Kelinglar shu kasalni ko'rib chiqamiz. Bu nihoyatda bir xatarli mavzu, shuning uchun har bitta mo'min bu narsadan xabardor bo'lishi kerak. Nifoq insonni qalbini quritadigan amal. Bu nima degani? Bu nifoq shunaqa kasallikki, bandani qalbiga kirib qolgan bo'lishi mumkin, ammo buni sezmaydi. Qalbida, nafsida yurgan bo'ladi-yu, ammo buni bilmaydi. Ehtimol nifoqdan qo'rqmayotgan odam munofiq bo'lib bo'lgandir,
ammo buni sezmaydi. Chunki nifoq birodarlar odamlarga bilinmaydigan maxfiy narsa. Nifoq qalb kasalligi. Shuning uchun ukalar, u munofiq devorgani tilimiz polvon bo'lmasin. Chunki nifoq qalb kasali, buni birov ko'rmaydi. Ha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, munofiqning alomati 4 ta. Yolg'on gapiradi, va'dasiga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi, urushib qolsa ochiq dushmanchilikka o'tadi. Ha, biz aytamiz, mana shu munofiqlikning alomati. Kimda shundan bitta sifat bo'lsa, to'rala sifatdan, demak munofiqlikdan bir qismi bor. Biz shu hadisga tayanib aytishimiz mumkin, lekin qalbini Alloh biladi uni. U kofir degani shoshilmaylar deyapman-ku. Endi munofiq deb olganda ham shoshilmaylik. Chunki qalb kasalini birodarlar, siz bilan biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Biz aytaylik, munofiqlikning bir belgisi bor bu odamda. Ahdida turmaydi, yolg'on gapiradi, xiyonat qiladi omonatga. Deng, lekin munofiq deb hukm qilmang. Bu seni ishing emas, uni munofiq deb hukm qilishlik. Sen belgisi bor deb aytishga haqqing bor. Agar birodarlar biz iymonimizni salomatligi haqida, Robbimizni huzuridagi makonatimiz haqida g'amimiz bor bo'lsa, agar qiyomatdan qo'rqsak, agar amallarimizni habata bo'lib ketishidan qo'rqsak, o'zimizni solih deb bilsak-ku, ammo haqiqatda buni teskarisi bo'lib qolishidan qo'rqsak, mana shu darsga diqqat bilan quloq solaylik. Munofiqlik. Nifoqning turlari. Nifoq 2 xil bo'ladi deydi ulamolar. Katta nifoq va kichik nifoq. Katta nifoq. Nifoqning bu turi, katta turi insonni jahannamda abadiy qolib ketishiga sabab bo'ladi. Astagfirullah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar va lan tajida lahum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida bo'lurlar va ular uchun biror madadkor topa olmassiz. Munofiqlar kofirlardan ham, mushriklardan ham, majusiylardan ham, hatto ateistlardan ham pastroq joyda turadi. Jahannamning eng tubida turadi. Munofiq odam namoz o'qishi ham mumkin, roza tutishi ham mumkin. Musulmonlarning orasida yurganda uni islomiy surati bor bo'lishi ham mumkin. Munofiq garchi zohirida o'zini musulmon qilib ko'rsatayotgan bo'lsa ham, Allohga, farishtalarga, kitoblarga, qiyomatga bo'lgan iymonni bor deb ko'rsataveradi, lekin aslida qalbida bu narsaga ishonmaydi. Ichida yo'q narsani tashqarisida bor qilib ko'rsatadi. Odamlar bunaqa munofiqlardan ogoh bo'lish uchun Alloh taolo ularni sharmanda qilib, sirlarni fosh qilib qo'ygan. Yer yuzida yashayotgan odamlar 3 xil bo'ladi biz uchun. Musulmon, kofir va munofiq. Musulmon, kofir va munofiq. Mana endi Qur'oni Karimdagi eng katta sura, Baqara surasini avvalgi 20 oyatiga murojaat qilamiz. Birinchi 20 ta oyatini o'qisak, nimani topamiz? Birinchi 5 ta oyatida Alloh taolo mu'minlar haqida gapiradi. Undan keyingi 2 ta oyatida kofirlar haqida gapiradi. 5 ta oyat mu'minlar haqida, 2 ta oyat kofirlar haqida. Endi undan keyingi 13 ta oyatda munofiqlarning xabari beriladi. Tushunyapsizlarmi? Qanchalar bu mavzu xatarli. Mu'minlar haqida agar alif lam mimni chiqarib olsangiz 4 ta oyat oladi, uni qo'ysangiz 5 ta oyat. 2 ta oyat kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyat munofiqlar haqida. Nima uchun? Bu nifoqning qanchalar xatarli ekanligini siz bilan biz his qilishimiz, bilishimiz uchun. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'oyibga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir.
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ular sizga nozil qilingan va sizdan ilgari tushirilgan narsalarga iymon keltiradilar va oxirat kuniga aniq ishonadilar. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir va najot topuvchilar ham ularning o'zidir. Birinchi 5 ta oyatda musulmonlar, mu'minlar haqida gap ketdi. Endi 2 ta oyat undan keyingi 6-7-oyat. Astagfirullah. Innal ladina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kufr yo'lini tutgan kimsalar esa xoh Allohning azobidan qo'rqiting, xoh qo'rqitmang, ularga barobardir, iymon keltirmaydilar. Xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim g'ishawatun va lahum azabun azim. Alloh ularning dillarini va quloqlarini muhrlab qo'ygan, ko'zlarini esa parda qoplab qolgan, ular uchun buyuk azob bordir. Bo'ldi. Bu 2 ta oyatda kofirlar haqida gap ketdi. Endi undan keyin kelgan 13 ta oyatda munofiqlarni Alloh taolo sharmandasini chiqardi. Munofiqlarning xabarini berdi. Biz hadisda aytilgan 4 ta belgisini bilyapmiz. Munofiqlar yolg'on gapiradi, va'dasiga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi, idza xosama fajara. Urushib qolsa ochiq dushmanlik ko'taradi. Lekin birodarlar 13 ga yaqin sifat ketadi mana shu oyatlarda. Xabarimiz bormi? Ehtimol mana shu 13 ta sifatdan siz bilan bizda ham bordir bittasi. Hasan Basri aytayapti-ku, munofiq bo'lib qolishidan, nifoqdan faqat munofiq qo'rqmaydi. Agar chinakam mo'min bo'lsa, doim xavotirda turadi. Menda ham yo'qmi-ku shu sifatdan? Mana endi munofiqlar haqidagi oyatni o'qiymiz bor. Dunyodagi odamlarni 3 ga bo'ldik. Mo'minlar, kofirlar, munofiqlar. Mo'minning ishi oson. U mo'min tamom, mustaqim, aqidasi bor, amali bor, ixlosi bor, taqvosi bor. Kofirning ishi ham oson. Kofir odam o'zini kofirligini yashirmaydi va undan uyalmaydi. Qilayotgan xatti-harakatlarini berkitmaydi. Uni kofirligi aniq, ravshan. Hech narsani berkitmaydi. Ichi ham tashi ham bir xil bo'ladi. Mo'min bilan kofirni tanib olishlik oson ekan birodarlar. Ammo 3-toifa munofiqning ishi juda ham qiyin. Chunki u ichida, qalbida, nafsida bo'lmagan narsani tashida bor qilib ko'rsatadi. U tashida bor qilib ko'rsatgan narsa qalbida bo'lmaydi. Iymonli bo'lib ko'rinadi, lekin qalbida zarracha ham iymon bo'lmaydi. Eng xatarli odam munofiq odam bo'ladi. 13 ta oyatda munofiqlarning zikri keldi. Nima uchun? Ularning ko'pligi uchun, xatarini qattiqligi uchun, fitnalarning ko'pligi uchun, islom va musulmonlarga adovatini qattiqligi uchun. Islom uchun tashqaridan dushmanlik qilayotgan kofirlardan ko'ra musulmonlarning ichida yurgan munofiqlarning xatari, tahdidi qattiqroq bo'ladi. Chunki tashqarida turgan dushmanlar tashqaridan ishini qilsa, munofiqlar nima qiladi? Musulmonlarning ichidan turib mana shu zarbani berishga harakat qiladi. Shuning uchun islom uchun va musulmonlar uchun qanchadan qancha mag'lubiyatlarga ayni mana shu munofiqlar sabab bo'lishgan. Astagfirullah. Va idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baqara surasida Alloh aytayapti, ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qiluvchilarmiz deyishadi. Aytayapmiz, ko'rinishi musulmon, isloh qilyapman deb o'ylaydi, o'zi aslida fasod tarqatayotgan bo'ladi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ogoh bo'ling deydi Alloh taolo, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydi. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi, astagfirullah, yuriduna liyutfi'u nurallohi bi afwahihim vallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ular ana shu munofiqlar Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar istamasalar-da o'z nurini, ya'ni dinini to'la har tarafga yoyuvchidir. Ularni
xatari, fitnasi kattaligi uchun 13 oyatda Alloh taolo ularni bayonini keltirdi. Mana endi munofiqlarning sifatlari haqida. Biz yuqorida aytgan hadisimizda 4 ta belgisini bildik. Endi undan tashqari qanaqa sifatlari bor? Munofiqning qanaqa belgisi bor? Qarab ko'ring, sizni ichingizda yo'qmi? Birinchisi, vahiydan yuz o'girishlik. Vahiy, Allohning kalomi Qur'on, musulmonlarning hayotidagi eng katta qalbini to'risini egallagan narsa. Munofiqlar esa Allohning kalomiga beparvoligini ko'rasiz. Ular Allohning so'ziga muvofiq yashamaydi. O'zlarining havoyi nafsiga qarab kun kechiradi. Ular shariatning ko'rsatmasiga qarab ish qilmaydi. Havoyi nafsi o'zining foydasiga qarab turib ish qiladi. Baraka qildi, sotdi mashinani. 10 mingga. Indinga pul olib keladi. Baraka bo'ldi. Inding bo'lmasdan ertasi kuni bittasi keladida 1000 oshiqcha beraman, menga bering shuni deydi. Mo'min odam aytadi, men baraka qildim. Harom bunday ish deydi. Kutib turing, agar indinga olib kelmasa, keyin beraman. Shu yerda shariat, Qur'on harom deyapti bu ishini, lekin havoyi nafsi bo'laveradi deyapti. Shunda nima qiladi? Haligi 2 kundan keyin pul olib kelish kerak bo'lgan xaridorga telefon chaladi. Oshna, dadam, akam, xullas binasa deydida 1000 ko'proq foydasiga lafzini buzadi. O'sha odam soqol bo'lishi mumkin, do'ppiki yurgan bo'lishi mumkin, masjidga qatnayotgan bo'lishi mumkin, tasbih o'girayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda Allohning kalomidan yuz o'girib qo'ymayapsizmi? Agar shunday qilayotgan bo'lsangiz, haligi pulingiz harom bo'ldi, qalbingizda nifoqning bir belgisi bor ekan. Bu nifoq shunaqa kasalki, qalbingizga kirib qolgan bo'lishi mumkin, siz bilmasligingiz, sezmasligingiz mumkin. Bular munofiqlar, Allohning kalomiga parvo qilishmaydi. Halol, haromga e'tibor qilishmaydi. Alloh taolo bular haqida aytadi. Astagfirullah. Fataqatta'u amrahum baynahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. So'ng odamlar ishlarini, ya'ni dinlarini bo'laklarga bo'lib yubordilar. Har bir guruh o'z oldidagi narsa bilan xursanddirlar. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Har bitta to'da, har bitta guruh, har bitta jamoa, har bitta oqim o'zidagi narsa bilan xursand bo'lib yuraveradi. Bu munofiqlar o'zlarini islomdan uzoq bo'lgan fikri bilan, o'zlarini noto'g'ri e'tiqodlari bilan, o'zlarini buzuq tasavvurlar bilan yashashadi. Har bir guruh o'zidagi bor narsa bilan quvonib yashaydi. Demak, birinchi belgisi nima bo'ldi? Allohning kitobidan, vahiydan yuz o'giradi. Ikkinchisi, bir-birlariga yaltiroq, yolg'on so'zlarni aytadilar. Ya'ni qalbida mana shu nifoqni bir ko'rinishi bo'lgan odamlarning uyiga qizlarga sovchi olib kelsa, birinchi navbatda dunyosiga qaraydi bunaqalar. Borib uy-joyini ko'rib kelinglar deydi. Kuyov bo'lmishdi, dini, axloqi, ta'lim, tarbiyasi, ilmi, amali bu keyingi masala. Muhimi nima bo'lsin? Mahallasi chiroyli bo'lsin, uyi chiroyli bo'lsin. Bu munofiqlarni birlashtiradigan narsa, ular Allohning kalomi bo'lgan Qur'ondan yuz o'girishi. Mana dunyosiga qaraydi dedik. Astagfirullah. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. To iymonga kelmagunlaricha mushrika ayollarga uylanmanglar. Shubhasiz, ozod mushrika ayoldan garchi u sizga yoqsa ham iymonli cho'ri yaxshi. To iymonga kelmagunicha mushrik erkaklarni qizlaringlarga uylamanglar musulmonlar. Shubhasiz ozod mushrikdan garchi u sizga yoqsa ham iymonli qul yaxshidir. Ulayka yad'una ilan nar. Ular mushriklar do'zaxga chaqiradilar. Alloh o'z izni irodasi bilan jannatga da'vat qiladi va odamlar eslatma olishlari uchun o'z oyatlarini bayon qiladi. Chunki birodarlar, munofiq odam agar uni qiziga xaridor bo'lib kelsa, xaridor bo'lgan tomonni dunyosiga qaraydi, uyiga qaraydi, undan ko'radigan orzu havasiga qaraydi. Diniga, taqvosiga, amaliga qaramaydi. Bihim maradun fazadahumullohu marada. Ularning qalblarida maraz bor edi, kasallik bor edi.
Bas Alloh ularning marazlarini, kasalliklarini yana ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yomonliklari sababli alamli azob bordir. Ularning qalbidagi bu maraz amallariga ham ko'chgan. Bularning amallari ham maraz bo'ladi, birodarlar. Maraziga maraz ziyoda bo'ladi. Demak, 3-sifati munofiqlarning kar, ko'r va soqov. 4-sifati riyo. Munofiqlarning alomatlaridan bittasi riyo. Mana shu narsa orqali uni tanib olsa bo'ladi. Imkon boricha qilayotgan bir yaxshi ishlarini ko'z-ko'z qilishlikni, maqtanishlikni xohlaydi. Xo'ja ko'rsin, 200lamachilik, ichi boshqa bo'lishi, tashi boshqa bo'lishi. Bunaqa munofiqlar yoki shu munofiqlikning bir belgisi bor bo'lgan odamlarda oldida qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Yolg'iz qolgan paytda, uyda qolgan paytda qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Tushunarlimi? Mavqifi, pozitsiyasi riyo. Ixlos juda ham qiyin bular uchun. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Allohning roziligini istab qilinadigan ishni bir banda qilib, odamlarni muhabbatini istayotgan bo'lsa, bu odam Allohni aldamoqchi bo'layotgan bo'ladi. Masalan, namoz o'qishlikdan maqsad Allohning rizosi. Roza tutishdan maqsad Alloh taoloning roziligi. Bu amallar Alloh uchun qilinishi kerak. Ammo munofiqlar mana shu amallarni qiladi, maqsad Alloh emas. Odamlarning ko'zi, odamlarning hurmati. Demak, bu odam Allohni aldamoqchi bo'lyapti. Robbimiz nima deyapti bunaqalar haqida? Albatta munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Va idza qamu ila solati qamu kusala. Yura'una an-nas va la yadhkurunalloha illa qalila. Mana shu narsaga ko'proq to'xtaymiz endi. Munofiqlarning sifatlaridan mana shu oyatda 3 tasi aytilyapti. Birinchisi namozga yalqov. Idza qamu ila solati qamu kusala. Peshin bo'ldimi? Bomdod bo'ldimi? Bo'ladimi? O'zingizdan istang buni. Namozga yalqovlik bilan turadi. Ikkinchisi riyo qiladi, xo'ja ko'rsinga, odamlar bilsinga qiladi. Uchinchisi Allohni kamdan kam zikr qiladi. Zikrni ko'p qilmaydi bu odam. Chunki bu amallar unga og'ir bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar. Kim zikrni ko'p qilayotgan bo'lsa, doim tili zikrda bo'lsa, bu odam nifoqdan omonda bo'ladi. Biz mana shu 3 ta sifatni o'zimizdan qidirib ko'raylik. Qaysilarida? Birinchisi, namozga yalqovlik bilan turadi, 1. Xo'ja ko'rsinga amal qiladi, 2 va Allohni ko'p zikr qilmaydi. Birodarlar, zikrni ko'p qilayotganligimiz siz bilan bizni nifoqdan omon bo'lishimizga sabab bo'ladi. Avvalgi zikr darsimizda aytib o'tdik. Seni zikring banda. Sen Allohni zikr qilishing ikkita zikr o'rtasida turadi. Sen Allohni zikr qilding, undan avval zikr bor, undan keyin zikr bor. Bu Allohning zikri. Ya'ni avval seni Alloh zikr qilib eslasa, keyin eslay olasan Allohni. Keyin zikr qila olasan Allohni. Endi Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Robbisidan hadis qudusiyda, kim meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman deyapti. Sen Allohni zikr qilishing bilan Alloh seni zikr qilishini o'rtasida bilasanmi qanaqa katta farq bor? Kim meni dedi Alloh taolo bir majlisda zikr qilsa, men uni bularning majlisidan ulug'roq majlisda zikr qilaman deydi. Farishtalarning ichida. Birovga Alloh taolo dunyo bersa, sizda yo'q bo'lsa qarab turib ozgina alam qiladi. Insonmizda. Menga ham bersa edi. Birovga dunyo berdi, birovga mansab berdi, birovga farzand berdi. Qo'yingki, dunyo matohidan bir narsa bersa va u narsa sizda yo'q bo'lsa, alam qiladi ba'zilar. Qarshi emassiz, taqdirga norozi emassiz, lekin baribir bermadi-da, menga ham deb ozgina alam qilib qoladi. Endi siz Allohni zikr qilmayotganligingiz nimani belgisi ekan? Alloh sizni
eslamayotganligini belgisi ekan. Alam qilmaydimi? Biz qachon Allohni zikr qilamiz ekan? Qachon subhanalloh, qachon astag'firulloh, qachon la ilaha illalloh deymiz ekan? Alloh bizni eslagan bo'lsa. Bu oyatda munofiqlarning alomatlaridan 3tasi aytildi. Namozga yalqov, riyo uchun ish qiladi va Allohni kamdan kam zikr qiladi. Mana endi birodarlar, Ramazon keldi. Ana shu osiy jinlar, shaytonlar zanjirband qilindi, bizni zikrdan to'sadigan. Endi zanjirband bo'lgandan keyin ham bu shaytonlar yana zikrga tilimiz ketmayotganligi nimani belgisi ekan? Birodarlar, nifoqni belgilaridan bittasi. Agar zikr bizni tilimizda doim bo'lmasa, zikrdan uzoq g'ofil bo'lsak, bizni ham qalbimizda munofiqlikdan bir shingil bor ekan. Munofiqlikning bitta alomati bor ekan bizni qalbimizda. Alam qilsin, zikr qilmayotganlar. Demak, 4-sifati munofiqlar riyo uchun amal qiladi. Riyo uchun amal qiladi. Ikkita tilamchi o'tiribdi. Endi motivator qilib yozib qo'yibdi surat. Ma'nosi bor surat. Hamma chop tomondagi tilamchiga pul beryapti, o'ng tomondagi tilamchiga hech kim pul bermayapti. O'tiribdi ikki odam shlyapasini qo'yib. Nimaga chop tomondagiga hamma beryapti? O'sha o'tirgan tomonga qaragan kamera bor ekan. Agar bir savobli ish qilgan bo'lsak, Allohdan boshqa hech kim bilmagan bo'lsa, shu amalingizdan umid qiling. Bitta shu amalingiz Allohning rahmatiga sazovor bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Umid qiling. Hech kim bilmadi. Ularga katta ish qilib qo'ysangiz, hech kim bilmasa, alam qilayotgan bo'lsa, munofiqlikdan bir chimdim bor. 5-sifati. Sarsonlik va hayronlik. Munofiqlar o'zlarini kimlar bilan birga ekanligini aniq bilmaydi. Ular bilanmi, bular bilanmi? Yomonlar bilanmi, yaxshilar bilanmi? Ibodatdagilar bilanmi yoki kayf safodagilar bilanmi? O'zlari ham bilmaydi. Bir joyda qaror topmaydi. Bir odam bor ki, agar u haqiqiy mu'minlar bilan birga o'tirsa, qalbiga bularning majlisi yoqaveradi. Mo'minlarning majlisi qalbiga yoqaveradi. Endi kofirlar bilan gunoh, ma'siyat majlislarida o'tirib qolsa, bu majlis ham yoqaveradi. Mana shu munofiqlikning bitta belgisi. Fosiq, fojirlarning suhbati ham unga yoqaveradi. Bunaqa odam kim bo'ladi? Bunaqa odam munofiq bo'ladi. Chunki inson chinakamiga mu'min bo'lsa va qalbida nifoq degan sifat bo'lmasa, fisq, fujur majlislar unga yoqishi mumkin emas. Tushunarlimi? Aroq bormi, sekin turib chiqib ketadi. Erkak xotin aralashgan ma'siyat majlisimi u yerda o'tira olmaydi u. Chunki iymon u yerda o'tirishiga yo'l qo'ymaydi. Kofir fojirlarning fe'l-atvori, gap so'zlari mo'min kishiga yoqishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa bir joyda qaror topa olmaydigan munofiqlar haqida nima deganlar? Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Mathalul munafiqi kamathalish shatil a'irati baynal g'anamayni." Rasul aytdilar, munofiqning misoli ikkita soliq qo'yni o'rtasida hayron qo'ziga o'xshaydi. Ta'iru ila hadihi marratan va ila hadihi marratan. Bir safar unisini yoniga keladi, bir safar bunisini yoniga keladi. Bir qo'zini tasavvur qiling, ikkita soliq qo'yni bittasini oldida qaror topmaydi. U yoqqa ham yuguraveradi, bu yoqqa ham yuguraveradi. Qaysinisini oldida qolishini bilmasdan sarson bo'lib ketadi. Munofiqni payg'ambarimiz mana shu qo'ziga o'xshatyaptilar. Astagfirullah. Muzabzabin bayna zalika la ilaha ulai va la ilaha ula va man yuzlilillahu falan tajida lahu sabila. Ular munofiqlar. Na u yoqlik va na bu yoqlik bo'lmay, ikki orada sarson holda qolganlar. Kimniki Alloh yo'ldan ozdirsa, siz unga biron yo'l topib bera olmassiz. Niso surasi. Mo'min odamning pozitsiyasi aniq. Ona kafega bormaydi. Nimaga? U yerda aroq sotiladi. Ikkilanmaydi u. Borsammi, bormasammi demaydi.
U aniq pozitsiyasi, mavqifi bor. Ammo munofiq bo'lsa nima qilar ekan? O'zini musulmon deb biladi, ammo oilasini qarasangiz, islomda asari bo'lmaydi. Bunaqa munofiq odamlar er-xotin aralashib, er-xotin qo'ltiqlashib, har qanday majlisga kirib ketaveradi. Agar chinakam musulmon deb bo'lsa, bunaqa joylar musulmonlar o'tiradigan joy emasligini bilishligi kerak. Demak, 5-alomati munofiqlar bir joyda qaror topa olmaydi. Ikkala tarafga ham o'ynayveradi. Munofiqlarning sifatlaridan 6-si musulmonlarga yomonlik yetishiga ko'z tikib turadi. O'zini musulmon deb biladi, lekin musulmonlarga zarar yetsa, shuni ko'rib quvonadi. Yaxshilik yetsa musulmonlarga, biz birodarmiz, sizlar bilan birgamiz, mo'minmiz, biz sizlarga yordamchi bo'ldik deb qasam ichishadi. Ammo vaziyat musulmonlarning zarariga yurib qoladigan bo'lsa, ana shu musulmonlarga zarar yetkazayotganlar tomonga qarab, biz sizlar bilanmiz, biz sizlarga do'stmiz deydi. Astagfirullah. Allazina yatrabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minalloh qalu alam nakun ma'akum. Ular deydi Alloh taolo, ya'ni munofiqlar, sizlarga ko'z tikib turadilar. Agar sizlarga Alloh tomonidan fathu zafar bo'lsa, biz ham sizlar bilan bir dindamizku deydilar. Va in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum va namna'akum minal mu'minin deyshadi. Agar g'alaba kofirlarga nasib bo'lsa, biz sizlardan ustun bo'lgan va sizlarni mu'minlardan himoya qilgan emasmidik deyshadi. Hozir aytayapmiz-ku, shamol qaysi tomonga esadigan bo'lsa, o'sha tomonga og'averadi. O'zini prinsipi bo'lmaydi bunaqa odam. Alloh taolo nima deydi? Fallohu yahkumu baynakum yawmal qiyama va lan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila. Endi qiyomat kunida Alloh o'rtalaringda hakamlik qilur va Alloh hargiz kofirlar uchun mu'minlar ustiga yo'l bermagan. Doim munofiqlar kuchlilar tarafida turadi, doim g'oliblar tarafida